Hayotda o'zim uchun 3 narsani ehtiyot qilib ishlatish kerakligini bilib oldim. Qadamni, qalamni, qasamni. 3 narsani pok tutish kerakligini angladim. Tanani, kiyimni, xayolni. 3 narsani ishga solish lozimligini tushundim. Aqlni, himmatni, sabrni. 3 narsadan parhez qilish kerakligini o'rgandim. Gunohdan, afsusdan, faryoddan. 3 narsani bulg'amaslik shartini maqsad qildim. Qalbni, tilni, ko'zni.